Har doimgidek syomkada vaqt ovqatlana olmaymiz. Syomkalar tugatib, ozgina yo'q ishlarim hal qilib baliq yegani keldim. Men baliqni juda ham yaxshi ko'raman. Chunki menimcha baliqda vitamin juda ham menimcha ko'p. Xullas, ko'p gapirmasdan yeyishni boshladim. Bismillahirrohmanirrohim. Uzilbam tushadi men yegunimcha. Bu yerda sveji sous yo'q ekan, boshqa joyda bor edi. Qattaligini aytmayman, reklama qiladi. Xullas shunaqa joyda oddiy. Bismillah. Kelinglar billa baliq yeymiz. Shunaqa uyqu kelyapti lekin.